Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men Xonkildiyeva Feruza Hakimova. Bugungi qisqa rolikim orqali kalsiyning asosiy organizmda bajargan roli haqida sizlar bilan gaplashaman. Birinchi kalsiyning xususiyati bu mushaklarni qisqarishida ishtirok etadi. Biz bilamizki, bir qancha mushaklarimiz kalsiy organizmga kirishi va chiqishi yo'li bilan qisqarib va o'z holatiga keladi va shunda ish faoliyat bajariladi. Bunda mushaklarga kalsiy o'zini qismiga barcha mahsulotlarni biriktirib olib, to'qimalarni to'yintiradi, vitaminlar va kislorodga boy qiladi. Kletka, ya'ni o'sha hujayralarimiz ichidan esa keraksiz moddalarni olib chiqib, najas orqali chiqarib tashlanadi. Kalsiyning ikkinchi xususiyati bu yurak ritmlarini normaga keltiradi. Ya'ni yurak ritmologiyasini normal holatda ushlab turishiga yordam beradi. Kalsiyning uchinchi xususiyati bu nerv tolalaridan organlarga impulslarni o'tishini yo'lga qo'yib beradi. Ya'ni shunday hodisa sizga ma'lummi? Masalan, kechqurun uxlayman-u, lekin boshimni yostiqqa qo'yganim bilanoq hech ham uyqum kelmaydi degan gaplarni eshitib qolamiz. Mana shunday holatlarda o'sha insonlarda albatta impulslarni nerv tolalariga yetib borishi juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun ular uyqu kelishi degan funksiyani bajara olmay, o'sha funksiya ularda tushib qoladi. Kalsiyni xuddi shunday, ya'ni o'tkazuvchanlik xususiyatidan foydalanib, bu bemorlarga yordam berib, albatta kalsiyni ichgandan so'ng insonlarni, ya'ni bemorlarni uyqulari normaga keladi. Kalsiyning to'rtinchi xususiyati bu insonda leykositlarni, fagositar aktivligini oshirib beradi. Demak, aktivlashgan leykositlar nima qiladi organizmda? Organizmda leykositlar o'sha чужеродный agentlarni qamrab olib, tushgan virus bo'ladimi, bakteriya bo'ladimi, o'sha mahsulotlarni qamrab olib, albatta ularni yo'q qilib yuboradi. Agar leykositlar soni, fagositarligi aktiv bo'lmasa, demak, inson kasal bo'lib qolish xususiyati ko'p bo'ladi. Demak, kalsiy, ya'ni qonimizda 5-chi xususiyati bu kalsiyni koagulyatsiya jarayonida ishtirok etishi hisoblanadi. Kalsiyni koagulyatsiya jarayonida ishtirok etishi mana masalan oddiy bir yo'l bilan tushuntirib berishim mumkin. Men xirurg bo'lganligim sababli ilgari operatsiyalar qilish jarayonimizda bizlar ko'pgina bemorlarga qon qo'yar edik. Ya'ni toza olingan qonlarni nima uchun xolodilnikda bir haftagacha saqlab turishligimiz muhim edi. Ya'ni kerak bo'lganida qo'yar edik. Lekin u paketlarda solingan qonlar hech qachon qotib qolmas edi. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Albatta, qoningizni borib tekshirtirsangiz 1-2 minutda qotib qoladi. Nima sababdan bir hafta turgan qon bemorga qo'yamiz, qotib qolmaydi? Buning sababi oddiy. Ya'ni dekalsinatsiya. O'sha qonni olingandan keyin unga kalsiyni ko'p miqdorda yuborish jarayonida uni dekalsinatsiya qilib qo'yishadi. Shu sababdan albatta u o'z funksiyasini bajaradi va qotib qolmaydi. Bundan tashqari kalsiy 6-xususiyati organizmda umumiy quvvatlantirishni oshiradi. Ya'ni umumiy organizmni quvvatini oshirib, albatta u barcha to'qimalarga kerakli vitaminlar, kislorod bilan to'yintiradi, kerakli vitaminlar bilan to'yintiradi va organizmni to'g'ri ishlashini, immunitetini faollashishiga yordam beradi. Albatta, mana shunday kalsiyning asosiy xususiyatlari bor ekanki, mana shunday kalsiy bizga kerak bo'ladi. Ya'ni bunday kalsiy hozirgi paytda juda ko'p kompaniyalar, juda ko'p farmatsevtik faoliyatlar kalsiy ishlab chiqaradi, lekin Tianshi korporatsiyasining biofaol qo'shimchalardan tarkib topgan parashogli kalsiysi
99% badanga so'riladi. Suyak strukturasini va suyak trabekulalarini jonlantirishga yordam beradi, suyak struktura va massasini o'stirishga yordam beradi va har qanaqangi og'riqlardan oldini oladi, insonni umumiy kalsiy defitsitligini yo'qotishga yordam beradi va u bir qancha oltin medallarga sazovor bo'lgan, sertifikatlarga ega, ya'ni OONning maxsus kitoblar guruhiga kirgan va Rossiya Faxriy akademiyasining faxriy unvonlariga ega bo'lgan Tianshi korporatsiyasining kalsiyasini tavsiya etaman. Albatta, bu kalsiy mahsulotlari bilan qiziqsangiz, Telegram messenjerlarimiz orqali yozib qoldirishingiz mumkin fikrlaringizni va kommentariyalarda qoldirishingizni so'rayman. Agar sizga bu videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, qo'ng'iroqcha va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi video lavhalarimizda ko'rishguncha xayr. Men siz bilan Xonkeldieva Feruza Hakimovna, oliy toifali vrach, ortoped, travmatolog bo'ldim. Keyingi videolarimizni YouTube'da kuzatib boring.